Rossiyada bo'lasizlarmi, musofirda bo'lasizlarmi, boshqa viloyatda bo'lasizlarmi do'stlar, prop hisoblarni biza onlayn yoki ofislarimizga kelsanglar rasmiylashtirib ulab beramiz. Bir mijoz 1449 da 5000 dollarlik prop uchun to'lov qildi. Uje oradan qaranglar, tanlovingiz uchun tashakkur deb 15:01 da. Oradan где-то bir 11 minut 12 minutdan keyin instruksiya tashalib turibdi. Mijoz ulab uje ishini boshlasha tayyor. Bu полноценный tayyor. Biz endi imtihondan o'tib, qoidalarni bajargandan keyin pul yechish jarayonlarına deyin mijozimizga ko'maklashamiz. Prop hisob narxlari aniq, lo'nda etib belgilangan do'stlar. Meni profilimga yoki sharhlarda prop deb yozinglar, aloqaga chiqamiz. Tanlagan hisobingiz bo'yicha yana tushuntirish beramiz. Xudo xolasa ishingizni boshlidan etib taxlab beriladi. Xolasanglar ana borib o'zlarimiz taxlab beramiz. Endi bir-ikki mijozlarimiz bor. Borib o'rnatib konsultatsiyasini berib kelishimiz mumkin. Xizmat haqida sal o'zgarishlar bo'ladi. Xolasanglar aytganimdek ofisimizga kelinglar. Xolasanglar onlayndan meni Telegram, Instagramga yozinglar, o'zim chiroyli taxlab beraman. 200 ming so'm etib qo'ydik xizmat haqqini, 350 ming so'm edi, tushirdim mana. Xudo xolasa professional xizmat ko'rsatamiz. Bu do'stlar har biridan o'zlarimiz foydalanadigan, o'zlarimiz shogirdlarimizga tavsiya etadigan narsalar. Shuning uchun bemalol ishlatinglar, olinglar. Endi hozir ko'pchilik qiziqib turibdi, tradingni bilmaydilar ham. Bilmaydilar, albatta o'qib olishni, o'rganib olishni tavsiya etamiz. Xolasanglar bizda onlayn kurslar bor, offlayn kurslar bor, shurda darslar bo'ladi. Summasini qiziqib turibdilar, ishlajaklar, lekin tushunmaydilar. Bu narsada хотя бы demoda ishlab ko'rgan bratlarimiz, хотя бы shu realda ozroq summa aylantirib ko'rgan bratlar bo'lsa, ayni muddo. Nechunasa sizni уже bilimingiz bor. Bu hisoblar ham bizlara nishatmaslik keraklikni aytib turibdir. 3% gullik minus etma, 6% umumiy miqdorda minus etma. Hozir aksiya bo'yicha 8% ko'tar, real shot beraman. Real shotdan shu qoidalarni saqlabqa topgan pulingiz 80% o'zingniki deb turibdi. Shu 100 ming dollarlik shotlardan 26 ming dollarlab pul yechilgan do'stlar. 10 ming dollarliklardan 2 ming dollarlar. Men o'zi aytadigan gapim bor. Sizlarga aytib turibdi, 10% ko'tarsang real o'tasan. Demak, biz bir marta ko'tardik bu narsani, to'g'rimi? Rost real o'tdikmi? Yana shu narsani takror etinglar. 5% dan 10% degan plan qo'yinglar. 5% ham 5000 dollar pul bo'ladi kamida. 6 million so'm olib turibsizlar o'zi. Uje masalan bir marta pul yechib oldingizmi, bu narsadan ketdi. 2-3 ta hisobingiz, 4-5 ta boshqaruvingizda hisobingiz. Ana 4-5 ming dollar real hisobingizda. Uje jiddiy biznes boshlanib ketadi. Har qanday savollarga ochiqmiz, tayyormiz. Bemalol sharhlarda prop deb yozing, bog'lanamiz. Ya prямо telegramima prop deb yozing. Hammangizga omad do'stlar. Muvaffaqiyatli savdolar tilab qolaman.